Xullas, qara, Bonu. Chinniboyda narxlar chegirma deysan-da, menga o'tasan. Men ilib olib davom ettiraman ma'lumot. Xo'pmi? Ha. Davay. Cho'chimasdan otgan. Xo'p. Bormi? Bor. Chinniboyda narxlar chegirmada. G'ulom jinnimisan? Qanaqa pulni to'layman buni? 10 marta reklama qilsangiz pul yopib ketadi. Ketdi ichkari, ketish kerak, tezroq ketish kerak. Asli yo'q. Jinniroq. G'ulom sindirgan pechenyelarimizni tanlash bo'layotgan narxi $4.9 bo'lgan bo'lsa, Chinniboyda $1 arzonroq $3.9. $80-90 sotilgan 60 tali naborimizning hozirgi narxi $59. Mana bu original chexskiy bakemalar nech pul edi? $129 skitkada. Bizani podpishkalarga $99 dan qilib berasiz. Sal to'g'ri kelmaydi. To'g'ri keltirib yuborasiz. Mana bu chinnirachi? Ha, bular $110 sotyapmiz. Hazillashyapsiz, $69 dan qilasiz. Bu endi vobshe to'g'ri keldi. To'g'ri keltirasiz, ishonaman sizga. Hamma narsasi ichida bo'lgan 12 tali stol nabori narxi $149. Eng zo'r tarafi 12 ta qoshuv, 12 ta vilka bonus sifatida qo'shib beriladi. Orientir qilib o'tirmayman. Yandexga katta qani 12A deb yozsanglar, Chinniboy eshigini teng yopib keladi.